do'stimga kelganmiz. Instagram emasmish. So'kinma. So'kin ham yo'q bo'lib ketadi. Men chiqaraveraman. Bu bilan bitta ish qilmayman. Bloger bo'lib qoldi, jonimga tegdi. Men boshqa joyga o'zgartirishda emas, ana vilkani o'zim. Vaqt aytayapsiz-da? To'sh bo'ldi, ketdik. Biz ketdik deb aytgan. Do'stlar bilan mana shunaqa. Kimning mana shunaqa do'sti bor? O'rtoqlar, kommentariyaga yozib qoldiring. Do'stim baliq tutyapti. Boshqatdan ot qo'yg'ani. U tushdi, ot chiqadi. Bunaqangi o'rtoqlar faqatgina bizda bor o'rtoqlar. Kommentariyaga o'z fikringizni qoldiring. O'rtoqlar, mana arzon narxda loy bosib beraveramiz to'g'rimga. Aytaverasizlar. Juda ham arzon narxda. Ustalarda eng arzoni faqatgina biznes. Ha, do'stim? Qo'qon listalar xizmat murojaat uchun chiqib qo'ysa Do'stim, uchalamiz ishlaymiz. 3 og'ayni botirlar juda ham arzon narxda loy bosib beramiz. Sizga murojaat qiling, telefon qiling. 3 og'ayni botirlar adet qilib yotib. Qofiyaga qarang, qofiyani. Mana. Ular o'rtoqlar ish qilgan kelgan do'stinikiga. Shunaqa gaplar. 3 og'ayni